Baydagi ko'mirkan hujumi haqida eng dastlab uchur bergan Shvetsiyadagi Sharqiy Turkiston uchur markazi mazkur voqea haqida bugun yana bir to'liqlama xabar berib, voqeada 70 dan ortiq kishi o'lganligini ilgari surdi. Muxbirimizning bu vaqtdagi aniqlashi davomida Terak bozordagi bir navbatchi xodim doirlarning voqeada o'lgan yaralanganlarning sonini texi oshkorlamaganligi, faqat bu qitimqi voqeaning salmiqi biroz og'ir bo'ldi deb uqtirganligini oshkorladi. Bu navbatchi xodimning doirlardan o'qishicha, voqeada shu kuni Kanning 6 qavatli ishchilar yotoq binosida dam olayotgan va ishga tushishga tayyorlanayotgan Xitoy ishchilarining hammasi degudek o'lgan yoki yaralangan. Kan ostida ishlayotganlarla aman qolgan. Bu xodim yana ko'chada tarqalgan uchurlarga asosan voqeada oz deganda 50 kishi o'lganligini o'tirg'a qo'ydi. U yana hujumchilar sonining oz deganda 20-30 cha borligini ilgari surdi. Tanda muxbirimiz Shakrat Oshurning bu vaqtda tayyorlagan uchurlari diqqatinglarda bo'ladi. Voy. Ha, bu Baynaylik doktorxonami? Ha. Terak bazasining so'jangi, men so'jang Qurbanjonning yatiqiga telefonni ulab bera olamsiz? Biz doktorxona, men so'janing numarini bilmayman, men xato urib qolibsiz. Bu sizlar bu voqeada yaralanganlarga bu yordamlashishga qashni qilmadinglarmi? Da shu kun voqea yuz bergan kun. Qolgan ahvoli bo'lsa bizningki boshqa o'zingiz aloqa qiling. Sizlar boshqa kim? Bu to'g'risida. Yuvanjag'ning telefonida turing. Kim sizlar boshqa? Jirinkaga telefon ursangiz shu departamentdagi aldrashda bir kasal qutqizayotgan xato bo'lsangiz. Nima? Ha, maqamsiz. Ha, qanday ahvolingiz yaxshimi? Yaxshi. Qurbanjon bilan biz ko'rashmoqchidik. Terak bozorlik saqchixonniki Mavon so'jangi voqeada yaralangan. Telefonni ochib bera olamsiz, bog'lab bera olamsiz yatiqiga. Onu telefon qilaman, mal turizmiga bir jiddiy qutqizishni telefonni. Bu voqeada yaralanganlar bu Islom doktorxonaga kelganmidimi? Qaysi yerdalar? So'g'an ko'mirkandiki. Uni o'qimayman. Baynayli xalq doktorxonasi emasmi? Shu. Hamkorlashmoqdamsizlar shu ishlarga, shu yerdalarga. Uni o'qimayman, boshqasini so'rasizlar. Ha, bu ayjonlimi? Siz ma post telegraf idorasining mas'uli, shundaqmi, Aziz? Ha, shunday. Ha. Vaqtim qilib so'g'an kanda o'lgan odamning soni qancha? Qanchadan o'ldi jami? Bu soni bizning huquqda yo'q, bu qanchalik odam o'lgan-o'lmaganmi? Shu yer bir voqea bo'ldi dedi, biz ham dedi, bundan boshqa ishlarni biz huquqda. Asosiy qanday sizlar nima ishlarni qilyapsizlar? Shu bexatarlik jihatda, shu hozirgi charlash ishlarga qaysi tarafdan yordam qilyapsizlar sizlar? Biz ham shu şununki tor meselesi, yukarı yollarga öcet olduğu nasıl tor meselesi işli olsa bizge ma'lum qildi. Bir vaqtda uni qilib Şu kanda sizin ko'rganingiz nima? Şu naq maydonda şu kunki voqeaning bir izlari haqida nimalar ko'zingizga chiliqdi? Bu necha kundan keyin bordik, bu yerda hech qanday boshqa ishlar yo'q. Bizga yalqi g'alati qilingan boshqa ishlarni ko'rmadik bu yerda, Rossiyaning biz o binolarning ichiga, yotoq binolarning ichiga kirmadik. Biz faqat sirtda o'zimizning simyol tekshiradigan ishlar bilan bo'ldik. Demak, u voqea yuz bergan naq maydonga, binoning ichiga siz bormadingiz degan gap, sirtda oldingiz. Ko'chada aniqligingiz qancha? O'zingizda voqeada o'lgan odam soni qancha deb bilsiz? Taxminan. Bu taxmin qanday? Qancha? Taxminingiz? Ben bu ishni taxminan sizga javob beramayman. Shundami? Ishga jihatda hech qanday hujjatni ko'rmadik bu yerda. Ha, shundami? Biz faqat sizlar berib, to'shin bo'jan qilamiz deb biz to'shin bo'jan qilyapmiz. Qorliqdagi u yerda qanday ishlar bor? Natijada bo'ldi, bundan mana xabarim yo'q raslar. Biz boshqalarni ko'rishamiz. Voy. Qanday ahvolingiz yaxshimi? Yaxshi-ku. Siz dedingizga u kuni men navbatdim deb. Siz shu kuni shu navbat turayotgan vaqtingizda sizga bu xabar kim tarafidan berildi? Naylik saqchi idorasidanmi, viloyatdanmi, yo Terak bozorlikdanmi? Sizga bu Ya u vaqtda biz hech qanday xabar topmadik. Saat o'rnimizdan turib, darvozani ochib, sirtqa chiqqandan keyin, andan bu lekin yezning kadrlari, kanit kadrlari shu vaqtning o'zida xabar topgan. İş bo'lgandan keyin. Mena bilishimcha shu ishin tan urgan. Ha. Shu chiqqan ham qo'lsagan shu to'g'riliq ma'lumot bor. Ha, ishni tan urgan degan chaqda bu yotoq o'yilning ishkini uramdi yoki bu ko'mirkonning darvozasini uramdi? Qaya? Bu urgan yeri qaysi? Yotoq. Ko'mirkonning ayrimida darvozasi yo'q. O ishchilar va bino, yotoq binosi bir qavatlik uylarmi yoki 3-4 qavatlik binomi? 6 qavatlik. 6 qavatlik bino. Shu binoning darvozasi yo'qmi?
Ba, Ular o darvozadan qanday kirgan? Otilib kirganmi, chiqib kirganmi, qanday kirgan? darvoza chuqur uchuq. O darvozada post tumamdi, navbat xadim yo'qmi yo'da? Navbat jibarxonasiga borgandi u. Ha, shu Hamda uchoq u vaqt chuqur bordi hamda. Bu to'g'riliq qazbek ekan, lekin jibarxonasi bordi. Shu 6 qavatlik bu yataq binosiga shu bino besib kirib, yataq kirib, urib shu chanab o'tgan bo'lamdi undaqdi bular. Ha. Ular ishchilar qo'llariga bir kaltak cho'moqni ilib, qarshilik ko'rsatgan ahvol yo'qmi? Suyuqsiz bo'lib qolgandan keyin endi ulim amal yo'q bo'lib qolganda vaqtgan. Ko'zni shundoq o'nda o'qib, ko'zni yumlab tutib, unda avval yuz bersa har qanday qadam tong turib qolishi mumkin. Bularning qo'lda qanday asablar bor aniqingizda, hujumchilarning? Hujumchilarning Ha. qo'lda pichoq, xanjar degandek. Xanjar deb qo'ymiz, pichoqning uzunni. Ha, uzuna. Kaltak to'qmoqchi. Kaltak to'qmoqim bor, anan uchun qurolmi bor ekan degandek gaplar bulindi. Unda qurol bor ekan bo'lsa, bu qurol bu o'lgan ishchilarning ichida o'qda o'lganlar bor bo'lamdi. O'qda? Uni o'qmaykanman. Patanki vaga eg'ir, salmog'i bir qadar. Bu qitimqi voqeaning salmog'i bir qadar eg'ir deb, buni sizga bu saqchidan bildidimi, bozorlik hukumatdimi, qayerdan bildidi bu? Bu qitimqi voqeaning salmog'i eg'ir degani qaysi? Qayerniki bagini? Ha, bu endi u kunsi biz u kechida biz yig'in qatnashmadik, biz o'zimizning joyda tursak bo'lmaydi. Yezka birlik soat 5 yig'il bo'pti degan sadlam. Shu darhol namidan berib degandek. O'lgan ishchi xizmatchilarning, bu kan xizmatchilarining o'lgan Xanzumi, Uyg'urmi? Xanzu kanga kirib ishligiga kirayotganlar, hayot qolgan. Ha. Ishlamay aram elib, ish tayyorligi turgan. Ish chiqish vaqti oz qolgan degandek. Hozir vaqa tug'dilarning qo'lda qurol bormi yo'qmi, avtomatik qurollar? Chuqur bor. Saqchilarning qo'ldan olgan qurolmi? Burun o'zlari tayyorlagan qurolmi? Qanday qurol bularning qo'ldagi qurol? Onu o'qimayapman, lekin men shu saqchini o'ldirish jarayonida endi bu har qanday bo'ldi-ku, unda ham biz chuqur ularni o'ldirgandan keyin, uning niyati aniq bo'lgandan keyin, anan keyin saqchilarimizni o'ldirib bo'lgandan keyin chuqur qurolni elib olgan bo'lish ehtimol. Tıpkı vaqat o'lgan odamning soni qancha? Bizning kerakli saqchidan 5 nafar o'libdi deb oldi. Kandikildincho, kandik ishchilardan, kandikildan ishchilardan shu taxminan 50 odam o'lgan o'xshaydi, shu to'g'riliq kuch parang bo'ldi. 50 odam o'ldi debmi, 50 odam o'ldi, yaralandi debmi? 50 dedi-ku. 50 odam o'ldi dedi, shundaqmi? Ha. Shu gumon vaqat tug'uvchilarning sonini qancha deb bilasiz yo taxmin qilasiz? Men 20-30 deb Ha, bo'ldi amsa munosabatli yana so'ragan gap bo'lsa, sizlarga telefon qilamiz. Ma'qul. Xo'sh. Kanalimizga a'zo bo'lgan bo'ladigan tarix bergan barliq qarindoshlarımızdan Allah razı olsun. Qarindoshlarımızdan yaqindan qo'llab qo'yilishi, tarix berishi, hammalarga bilan texnik güzel programmalar o'tirib chiqsa, hammadan Allah razı olsun.